Bu xato. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi master klassimiz filtr qo'yish haqida bo'ladi. Ko'pchilik bilmayman, ba'zi shofyor akalarimizda bo'ladi shunaqa xatolar. Filtr qo'yishda filtr krishkasiga qotirib oladi-da, keyin joyiga qo'yib qisadi. Bu xato. Chunki filtr joyiga yaxshi o'tirmaydi, oxirigacha borib o'tirmaganning hisobiga neski davlinasi obratkiga o'tib ketadi, filtr obratkisidan. O'sha hisobiga mashina o't olish qiyin bo'lib qoladi, tortish ham sirasiz bo'lib qoladi. Ba'zi hollarda malna bo'ladigan bo'lsa, chekan yonib qolishi mumkin. Filtrni qanday qo'yamiz? Filtrni joyiga tiqib olamiz-da. Mana, joyiga o'tirdi. Steyshasiga o'tirdi. O'tirib samimni chiqarib olib, samimni qo'yamiz. Saniga sal o'tirib Battery bilan qachab turib, kalakani to'liq keltirib olamiz. Keyin oldini yopamiz-da, krishkasini yopib. Qachab turib zavat qilib olamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga yuborib qo'yamiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin.